baş xe, o'tira xe, olanma xe, yalğız xe, Oğamın xorjinidan xorli chiqdi, xorizm yanchiqiga asta tiqdi. Ashxonada ash etar, opam bilan hadamlar. Yalab yurar tilini, qo'rsqi och beg'amlar. Cho'qqadalla baq chiqadi asta-asta, keyin o'g'ri g'ojivoldi to'ydirmayla. Gir. Shamallar ushdi. Daraxt shoxlari usulga tushdi. خط شاخ mahqa şanı qo'ysa naqsha bo'ladi. Naq naqsha xiga mirni qo'ysa ximir bo'ladi. Mir ximir. Xushqa xo'yni qo'ysa xushxo'y bo'ladi. Xush. Xushxo'y. Hamid. Man. Xaman. Tab. Tabdi. Hamid Xaman tabdi. Önkürdeki eyiqcaq. Eyiqcaq ailesidagilar bilan birga bir tog' önkürde yaşaydı ekan. Bir kuni eyiqcaqning dadasi eyiqcaqqa: "Endi sen mi çoğup qaldın? Bu yil maktabga berimam. Uyg'unish qiladigan ayrim hujran bo'lmasa bo'lmas. Şunu biz ormanlıqdan daraxt kesib kelib, kengini uy yasab, shu uyda turaylik" debdi. Bahar kelganda ular ormanlıqqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar biqsirib chichaklagan ekan. Buni ko'rib, eyiqchaqning daraxtlarni kesishga ko'zi qiymabdi. Yoz ketdi. Ular yana ormanlıqqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar bek baraqsan bo'lib ketgan ekan. Eyiqchaqning daraxtlarni kesishga faqatli ko'zi qiymabdi. Kuz ketdi. Ular yana ormanlıqqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar mevalar pishib ketgan ekan. Eyiqchaqning daraxtlarni kesishga zodili ko'zi qiymabdi. Qish ketdi. Ular yana ormanlıqqa beribdi. Bu chaqda daraxtda nurg'un qushlar changga tizgan ekan. Eyiqchaqning daraxtlarni kesishga yana ko'zi qiymabdi. Oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Eyiqchaqning qiyin sharoit ko'nib qopdi. Eyiqchaqning dadasi eyiqchaqning ko'nglidagini tushunib, davomli tog' önkürida yashab yeribdi. Ormanlıqdagi hayvonlar eyiqchaqning ish izlaridan ta'sirlanib, ota-bola ishga aylanga dasta yov gullarni taqdim qilishibdi va o'zaro yordam qilishadigan bo'libdi.